Hatırlamasam necha bo'ldi? Saat 3 bo'ldi, sizga eskuyuz. Sizlar uchun bir video. Bu Xazarasip, xudo xolasa adashmasam, Xazarasip bozorini parkopkasi bu. Bu ikkinchi etaji. T1. Chiqib ko'rdim, mashinamda girdim. Hech kim yo'q deb. Yo 3 ta qo'ydi ekan, demak yo. Ikkinchi etaji. Xudo xolasa endi parkopkalar bo'ladi ekan. Aytishlar bo'yicha endi Xazarslar ko'radigan bo'lsa buni Ariantara paxtalik ham oladigan gapi bor. Parkopka uchun. Yana eng tepasi. Xudo xolasa ishini bas kellam shuningdek bo'lsa, mashina ko'p sig'adi. Probkalar kam bo'ladi bozor kuni. 6 jiyin 2 jiyin ko'p bo'ladi probka bilsanglar. Tarqatib qo'yinglar, buni bozorchilarga berib qo'yinglar. Sağ olunlar. Xudo xolasa yana mashinada girdik. Lekin meni fikrim dik etibdilar. Kerak bo'lsa, ne bo'lsa ishir, suv tushib bir buz bo'lsa, galolat bo'lsa, mashina izindagi odamga deyadi. Ibindan bitta dog'ratganlar. Endi hamma quri Matiz, Spark aytmaydi-ku. Katta mashina dedi. İşiram dog'ratganlarga aylanada yuram. Yana ishiram dori aslida, imnisi birsi chiqadan birsi tushadan bo'lsa, ularni dog'ratdilar. Yaxshi, shundan ham zakonni. Mayaqdi. Keyingilari masalan yana bir niyatlar bo'lsa, shuningdan yana bitta kengaytirsalar yaxshi bo'lardi. Men buni dor deb bilaman to'g'risi. Tarqatib qo'yinglar. Xudo xolasa. Yana mashinalar qo'yadigan yerlar ham bor ekan. Chizib chiqadilarmi? Xudo xolasa. Boricha video oldim sizlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shuningdek qapqaranglar o'tib o'tiradim, yana yetib o'tiradim, bir girib o'ting dedim. Yana bu chiqish, yana bu girish. Shuni ham aytib o'taman. Katta yo'li eng yakinda edi, bizga eng yakinda deyman. Damaqinda joylashibdi shu. Mashina aylanib giraman desa, u yondagi odamlar ham xalaqit beradi. Shuni ham sal ichroqqa chiqish kerak. Yo asfaltni yon tarafiga ketaytirish kerak. 3 polasa etish kerak. Shunda ansat giradilar bu yerga. Endi uni ham o'ylab toparlar asta-asta, xudo xolasa. Endi o'tirman-ku. Menda chiqib bo'laman, yana dor. Majbur polasa bosaman. Gördünüz mü? Başta bir mashina hisobi bu. Hem dik. Şu diklik yomon ekan. Bir polasa. Şu dorlik yomon ekan bo'lgani. Minus tarafi. Xudo xolasa chiqib ketamiz. E'tibor bergan bo'lsangizlar, shu dorligi doratdi. Endi boshlanishini yaxshi. Va mukammallatganlar yaxshi deb o'ylayman men. Meni fikrim.